kafeler. Masandamiz. Ana kafeni biz qilgan edik Musajan Michael bilan birga mana. Ashuni bir 4 yil bo'ldimikin yo 5 yil bo'ldi qilganimizga. Bitibdi. Masandali 2,5 millik ko'prik, Machan Tegu deyiladi, o'sha ko'prik mana. 2 dollar bilan o'talardi ko'prikdan. Taydan beton quyib chiqishgan. Shuncha sim bilan baylab bosishgan. Havo aynigani uchun anaqa ko'rinmayapti ko'prikchi. Baliqlar sakrayaptimi? Ha, u kutganingizda sakramaydi. Ha, yaxshi ko'rinmayapti havo aynigani uchun. O bitta o'rdak ko'rinyapti xolos. Shu o'rdakni oldi sakrayapti rodimi? Ha, videoda yaxshi ko'rinmaydi. Mana u haligi joy, ha, port mashina yuklaydigan. Nerede mana? Sham bozor bu yerda odam qaynaydi-da. Bizim mashina ham aytdi mana turibdi. Necha edi? 94.8. O mashinalar turadi, alaqa pishiradi, sham bozor pishiriq pishiradi. Tashab ketishgan shu yerga, dvijoylari bor ichida. Oh, Genesis G90 dahshati-yu, ha? Uzunida. Ha, long ekan, yana ham uzunroq ekan mashina. Ishdan ertaroq bo'shadik. Bularga, bolalarga aytardim. Zo'r joy tushsadan tushdik. Chinjudan kelyapti dedim, dag'asi kelib aylanib pastdan tushdik. Mana hali mashina yuklaydigan port. O kema ertalab keluvdi. Qaysi davlatniki ekan? Mashina yuklashyapti shekilli, yonidan, eshigi yonida shekilli. Shu mashinalar turibdi-yu. Tepadan aniq ko'rinadi. Mata o'sha anoni qurganimizda mata cho'milib o'tib nariyoqqa o'tardik. O'tib o'tda men o'tirar edim. O'ta issiqda chiqqan. Shu o'tirib cho'milib qaytib bu yoqqa o'tib tashab yana qaytib o'tib matdan chiqib olardi mana. Chirib ketibdi mana, mashina ham mana shunaqa edi sal mana. Mana manzara. Bu yog'i Masandi ichi.
Ne? 숭어가 바글바글해. Ne? 펄펄펄펄. Ne? 아까부터 많이. Brat nimani baliqni sakraganiga qiziqyapti o'tkir. Tomosha qilyapti. Ha? Havo quyosh bo'lganda yana ham zo'r ko'rinardi mana ko'prikchi. Ha? Ha, quyosh nimaga sakramaydi bilasizmi? Qorayib ketadi-da baliq. Baliq qorayib ketmaydi. Qorayadi, quyoshda chiqmaydi-da, salqinda sakraydi. Suvni beti qizib qoladi, o'sha suv betiga chiqmaydi. Siz ahna deb o'ylaysiz. O'zi baliq qorayib ketaman deb sakramaydi. Siz ham avtoga chiqsangiz qorayasiz-ku. Mana o salqinda lata taxmay yuribsiz. Bo'lmasa nima qiladi? O'shunga. Suvni beti o'sha yarim metr qizib qoladi, o'sha suv betiga chiqmaydi. Yo'q, ham baliq qorayadi, ham qurib qoladi. Suvsiz ashunga. Suv beti qizgan hisobiga suv betiga chiqmaydi. Ha? Yağmur yaqanda bundan ham zo'r sayraydi. Yomg'ir yoqqanda sakramaydi, ho'l bo'lib qoladi unda ham. O'tkir. Baliq ham ahmoq emas, ho'l bo'ladi-yu. Zo'ntigi yo'q uni. Lekin baliq o'lagan kelaylik. Ha?